Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu galgi sonimizda biz tushda chayon ko'rish haqida bo'ladi. Xususan Ibn Sirin raziyallohu anhu ning aytishicha, tushdagi chayon zaif dushman bo'lib, odamlarni ranjitadi va do'sti bilan dushman uning oldida barobardir. Tushda chayon chaqib olganini ko'rsa, dushman unga qattiq gapirishiga va undan ko'ngli qolishiga dalil hisoblanadi. Tushda chayonni o'ldirganini ko'rsa, dushman ustidan g'alaba qozonishiga dalil bo'ladi. Shuningdek, chayonni o'ldirgach u yana qayta tirilganini va yana unga hujum qilganini ko'rsa, dushmandan yengilishi, dushman yana unga qasd qilishini bildiradi. Tushda qo'lida chayon turganini ko'rsa, odamlarning dilini og'rituvchi bo'lishiga, odamlarning orqasidan yomon so'zlashiga, odamlarni bir-biriga qarshi gijgijlatishiga va fitna qo'zg'ashiga ishora qiladi. Suvda pishirilgan yoki qovurilgan chayonni yeganini ko'rsa, uning miqdoricha dushman molini yeyishiga dalildir. Allohu alam. Tushda chayonni og'ziga solganini va yeb yuborganini ko'rsa, dushmanni uyiga olib kelishiga, u bilan suhbatdosh bo'lishiga va o'tirib turishiga dalildir. Tushda chayon kiyimi ichida ekanini ko'rsa, yuqoridagi ta'birga ega bo'lgan voqea bo'ladi. Jobir Marg'ubiy raziyallohu anhu ning aytishicha, tushda chayonni qo'rqqanini va chayon uni chaqib olganini ko'rsa, dushmandan zarar topishiga dalildir deydi. Ba'zi ta'birchilarning aytishicha, xotini bilan qo'shilolmasligiga dalildir deyiladi. Tushda chayon uning ko'ylagi ichida ekanini ko'rsa, dushmandan ziyon yetishiga dalildir. Tushda shalvari ichida chayon borligini ko'rsa, dushman uning xotini yoki kanizagi bilan buzuqchilik qilishiga dalildir. Zamonaviy ta'birda aytganda, xotini yoki o'zi bu yerda xiyonat qilishi mumkin deyapti. Alloh alam, barchasini Alloh bilguvchidir. Ja'far Sodiq raziyallohu anhu ning aytishicha, tushdagi chayon 3 narsani bildiradi: dushmanni, hasadchini, chaqimchini. Barchamizga yaxshi tushlar ko'rmoqlikda Alloh taolo o'zi nasib ro'za aylasin. Savol va taklif, murojaatlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.